seit 3 Tagen in Usbekistan. Thomas, very good. These are beautiful relics. I love Uzbekistan. In Uzbekistan sind ganz Dov daraxtlar soya salqin tashlagan, ko'kalamzor, ertaklardagi bo'stonni eslatuvchi bu joy Termizning 25 asrlik tarixidan guvohlik beruvchi eski shahar o'rni hisoblanadi. Ko'hna Termiz shahristonining hozirgi kungacha saqlanib qolgan tarixiy yodgorliklari orasida Hakim at-Termiziy maqbarasi qadimiy noyob obidalardan biri sanaladi. Bu maqbaraning 11 asrlik taqdiri qadimiy kentning tarixi bilan uzviy bog'lanib ketgan. Hakim at-Termiziy maqbarasi joylashgan butun hudud muqaddas ziyoratgoh sifatida qaraladi, e'zozlanadi. Maqbara qurilishi bir necha davrlarda bosqichma-bosqich amalga oshirilgan. Maqbara birinchi bor 9-asr oxiri, 10-asr boshlarida barpo etilgan. Kichik, gumbazsimon ko'rinishda bo'lgan. Xom g'ishtdan tiklangani uchun me'moriy bezaklar, naqshlar qilinmagan. Maqbara qurilishining ikkinchi davri 10-asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Bu davrda maqbara avvalgisiga nisbatan to'rtburchak shaklda tiklanadi. Uni qurishda xom g'isht o'rniga pishgan g'isht ishlatiladi. Qurilishning 3-davri 11-asrning ikkinchi yarmidan 1172-yillar oralig'ida kechadi. Bu davrda maqbara kengaytiriladi. Sharqiy qismida unga tutash qilib 3 gumbazli mehrobli masjid va hovlisimon ko'rinishdagi me'moriy inshoot quriladi. Maqbara va masjidning ichki qismi kufiy va nasx uslubidagi epigrafik yozuvlar, girix va islomiy shakllardan iborat naqshlar bilan bezalgan. Maqbarada qurilish ishlarining navbatdagi bosqichi Sohibqiron Amir Temur davrida 1389-1390-yillarda amalga oshirilgan. Bu davrda avvalgi maqbaraning sharqiy tomonidan hovlining janubiy devori bo'ylab yangi chillaxonali maqbara bunyod etilgan. Daryo 50 metrdan uzoqda, ammo daryoga bo'ldi o'tin bo'lmagan. Issiq bo'lgan. Shunda yerto'la uylar qilib yashashgan. Yerto'la uylarda yozda salqin bo'lgan, qishda issiq bo'lgan. Doim temperatura bir xil saqlanib turgan. Abu Abdulloh Muhammad ibn Halakim Termiz bo'lgan shu tavallud topgan bu kishi hakim, tabib bo'lganligi munosabati bilan olisdan bemorlar kela boshlagan. Bemorlarga yotib davolanishning chillaxonalarda yotib davolanib ketgan. Mana bu majmuaga kelib bir narsani guvohi bo'lyapmizki, chinakam ma'noda ilmni qudrati,
ma'rifatni qudrati. Butun umrini insoniyatga, odamiylikka, yaxshilikka xizmat qilib yashab o'tgan insonlarni nomi abadiyat insoniyat uchun ezgulik bayrog'i, ezgulik bir timsoli bo'lib qolishini bitta ibratini delik ko'rib turibmiz-da. Hakim Termiziy qabri ustiga nihoyatda chiroyli qilib ishlangan, turfa yozuvlar bitilgan, yuksak sangtaroshlik namunasi bo'lgan qabrtosh qo'yilgan. Majmuada yilning har faslida ziyoratchi, sayohatchilarni uchratasiz. Mahalliy aholi uchun ushbu maskan islom ilmlari rivojiga katta hissa qo'shgan mutasavvif olim mangu qo'nim topgan muqaddas qadamjo bo'lsa, chet elliklar uchun esa noyob tarixiy arxeologik inshoot hisoblanadi. Я с удовольствием посещаю эти святые места. Я уже была здесь и вот решила второй раз посетить это место, потому что это очень красивое место, святое. И здесь как бы находишь какую-то душу, получаем какой-то позитив, какое-то вдохновение для настроения, так скажем. Здесь очень все хорошо. Узбекистан, он по определению очень гостеприимный. И с удовольствием приезжаем и будем приезжать сюда. И рекомендую всем посетить эти замечательные места. Здесь очень много исторических мест, которые необходимо посмотреть и посетить, и вдохновить себя на дальнейшее посещение этих мест. E'tiborlisi, majmua nafaqat sayyohlar, ziyoratchilar uchun, balki bir olam orzu-havaslar yetovida oila qurayotgan juftliklar uchun ham diqqatga sazovor maskandir. Mana kirib kelyapmiz, Termiziyning har bir so'zlari hayot maktabi. Hattoki qo'shniga ham ibora berilgan ekan. Agar sen boy bo'lishni, yaxshi bo'lishni istasang, albatta qo'shningni hurmat qilgin. Bugun O'zbekiston tarixiy maskan. O'zbekiston dunyo jahonda o'zligini, o'zini tili bilan, dini bilan, mehmondo'stligi bilan, qalbi daryoligi bilan, qalbi ochiq O'zbekiston. Men shu uchun o'ylaymanki, bizga kelayotgan turistlarning asl maqsadi faqatgina O'zbekistonni oshigina emas, mehmondo'stligini emas, balki uning go'zal tarixiy maskanlari. Я приехала из Белоруссии. Мне очень здесь понравилось. Достопримечательности очень красиво. Приезжайте сюда, не пожалеете. Мы приехали из Беларуси. Мы были на исторических памятниках исламской эпохи Султан Саадат. Сейчас мы находимся на территории Ах-Хаким ат-Термизи. Это было очень впечатляюще, очень сильно действует на человека, эмоции зашкаливают. И все это так организовано. Культурное пространство очень хорошее. Нам понравилось. Приезжайте, не пожалеете. Здесь очень красиво, очень гостеприимно. Islomiy ilmlar bilimdoni Hakim Termiziy har narsadan ilohiy hikmat qidirib, boshqalarni ham shunga da'vat etgan donishmand edi. Я приехал из России, из Санкт-Петербурга, решил очередной отпуск провести в Узбекистане. Сегодня решили посетить мавзолей Хакима ат-Термизи. Хаким ат-Термизи был ученый, исламовед. Узбекистан медленно, но уверенно идет к своему будущему. Имея таких людей, им желаю, чтобы у них это получится. Avliyolar qo'nim topgan so'nggi joylarni o'zbek xalqi e'zozlab keladi. Aynan shunday joylarda qilingan duolarni ijobat etadi degan e'tiqod bunga sababdir. Ja, wir sind wie gesagt in Usbekistan und sind ganz begeistert vom Land und von den Menschen. Sie sind alle sehr höflich und freundlich. Wir kommen uns fast vor wie Filmstars, weil wir dauernd zum irgendwelchen Fotoshooting geladen sind. Wir sind ganz begeistert von allem. Also, ja, ich bin schwerhörig, das verstehe ich nicht so gut. Tamiz, very good. Xo'sh, buyuk alloma sifatida ulug'langan
Hakim at-Termiziy hayotda qanday ishlarni amalga oshirgan? Undan qanday asarlar xalqimizga meros bo'lib qolgan? Maqbarasi asrlar osha hurmat-ehtirom bilan e'zozlanishi sabablari nimada? Tarixiy manbalarda yozilishicha, Hakim at-Termiziyning to'liq ismi sharifi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Bashir ibn Horun al-Hakim at-Termiziy deb keltirilgan. Hakim nomi esa alloma sazovor bo'lgan e'tirof. Termiziy esa uning tug'ilgan va yashagan joyiga nisbatdir. Bugun Qumqo'rg'on tumanidan Termiz shahriga at-Termiziy ziyoratgohiga keldik. O'quvchilarimiz bilan, o'quvchilar bilan 30 yil oldin bitirgan Termiz haqida gapiradigan bo'lsak, taassurotlarimiz katta bo'ldi. Bundan keyin ham ziyoratgohga keladiganlardan qadami uzilmasin, ziyorat qilish uchun kelishga taklif qilaman. Biz katta taassurot bilan ketyapmiz. Yosh avlod vakillarining ulug' siymolar haqida tasavvurlarini boyitishda bu kabi ziyoratgohlarning o'rni beqiyos. Hakim Termiziy tavallud topgan sana xususida adabiyotlarda turli ma'lumotlar keltiriladi. Bu ma'lumotlar uning haqiqatdan ham 8-asr ikkinchi yarmida, 9-asr oxirlariga qadar yashab o'tganligini ko'rsatadi. Hakim Termiziy avtobiografik risolasi Bad'u sha'ni Abu Abdulloh va Ar-Rad Alal Muattila kabi asarlarida yozishicha, uning onasi va bobosi ham o'z davrida hadis ilmining yetuk bilimdonlaridan bo'lgan. Ziyoli xonadonda dunyoga kelib, mana shu ilmiy ma'naviy muhitda o'sib ulg'aygan Hakim Termiziy ma'naviy dunyosi va ilmiy tafakkuri shakllanib kamolga yetgan. Manbalarda uning 400 dan oshiq asarlar yozganligi, bu asarlar dunyoviy va diniy ilmlarning turli sohalariga bag'ishlanganligi xususida ma'lumotlar berilgan. Alloma asarlarining 50 dan oshig'i bugungacha yetib kelgan. Hakim Termiziyning nafs odobi, masalalar, yagonalik cho'qqisi, farqlar, umr so'qmoqlari, tafsir kabi asarlari Berlin, Leipzig, Stuttgart, Göttingen, Parij, London, Rim, Damashq, Anqara, Toshkent shaharlaridagi muzeylar, ilmiy tadqiqot markazlari, qo'lyozma va tosh bosma asarlar fondlarida saqlanmoqda. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Yangi O'zbekistonda boshqa yo'nalishlar qatori diniy ma'rifiy sohada ham ko'plab islohotlar amalga oshirilyapti. Hakim Termiziy majmuasi tarkibidagi jome masjidga jamoat namozi uchun keladiganlar yaratilayotgan qulay shart-sharoitlardan bahramand bo'lgan hollarida ibodatlarini emin-erkin ado etib, el-u yurt haqqiga duolar qilib, yaratgandan ezgu niyatlarning ijobatini so'raydilar. Mustaqil O'zbekistonimizning kelajagi uchun har birimiz ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan ma'naviyatimiz, qadriyatimizni avlodlarga yetkaza bilishimiz shart. Bu yurt ulug'larni tarbiya qilgan yurt. Bu yurt buyuklarni tarbiya qilgan yurt. Bunday bir ulug' zotlar o'tganki, ularning ilmlari butun dunyoga tatiydigan ilmlar. Bu zotlar nafaqat hadis bobida, dunyoviy ilmlar bilan ham
bevosita shug'ullanganlar. Bu joy chinakam ma'noda ma'rifat darsxonasi, ma'naviyat darsxonasi, axloq darsxonasi, odamiylik darsxonasi. Mana bu yerga farzandlarini yetalab kelayotgan insonlar, nabiralarini yetalab kelayotgan insonlar bu ziyorat barobarida ularni qalbiga umrbodlik insoniy mehrni, insoniy ma'rifatni, insoniy ezgulikni, ma'naviyatni joylayaptilar. Butun dunyo xalqi uchun ma'rifat tarqatadigan, ma'naviyat tarqatadigan, odamiylik falsafasini, qadriyatlarini tarqatadigan bir eng muqaddas bir ziyoratgohlardan biri bo'lib xizmat qilyapti. Kitob al-Huquq asarida Hakim at-Termiziy ilmga bunday ta'rif beradi. Ilm bu nurdir. Insonlar Alloh taolo oldida qanchalik mas'uliyat his etsa, shunchalik ma'rifatga ega bo'ladi. Inson qalbi yovuzlikdan qanchalik tozalansa, ilm yanada mukammal bo'ladi va nur taratadi. Allomaning donishmandona hayotiy qarashlari ziyosidan bahramand bo'lay desangiz, bir bor bo'lsa-da uning nomidagi ushbu qadamjoni ziyorat qiling. Ruhiyatingizda ajib yengillik va ko'tarinkilikni his etasiz.